Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahon Oturvaysining yana bir g'azalini birgalikda ko'rib chiqmoqchiman. G'azal o'rganda deb nomlanadi. Fursatdan foydalanib shu narsani aytib qo'yishim kerakki, umuman olganda Mumtoz she'riyatda g'azallarga sarlavha qo'yish degan narsa yo'q. Ya'ni ular g'azallarni, she'rlarni umuman olganda nomlashmagan. She'rlar qanday yuritilgan? She'rlar yoki radif bilan, aytaylik, mana shu she'rda o'rganda so'zi qaytarilyapti. Demak, o'rganda radifli g'azal deb, yoki uning boshi bilan, aytaylik, ki bulbul nola bo'lsa, ki bulbul deb boshlanuvchi g'azal. Chunki hamma g'azalda ham radif bo'lavermaydi. Aytaylik, masalan, Navoiyni Qaro ko'zim g'azali deymiz. Qaro ko'zim kelib mardumliq deb boshlanadi. Yoki boshi bilan ishlatiladi, yoki oxiridagi radif bilan ishlatiladi. Demak, bu she'r ham o'rganda radifli g'azal deyiladi. Keling, shu g'azalda nima demoqchi bo'lgan Vaysi, shuni ko'rib chiqamiz. Ki bulbul nola afg'on aylamakni mandan o'rgandi. Vujudin sham so'zon aylamakni mandan o'rgandi. Ya'ni bulbul nola qilishni, afg'on qilishni, ya'ni ovoz chiqarib yig'lash, bu yig'lashni mendan o'rgandi. Bilamizki, bulbul odatda tong saharlari gulning ishqida sayrab chiqadi. Va ana shu sayrashni bulbul mendan o'rgangan. Ya'ni menchalik nola qiladigan odam yo'q dedi. Vujudini sham so'zon aylamakni mendan o'rgandi. Vujudini shamdek yondirishni mendan o'rgandi. Chunki sham, bilasizki, yonadi va har yonayotgan paytda o'zini ado qilib boradi. Uvaysi ham ishq yo'lida o'zini muhabbati uchun qurbon qilib, o'zini zarariga, o'zini ado qilish evaziga sevayotgan, yonayotganligini, mana shu narsani shamga u o'rgatganligini aytyapti. Borib sahroga qon bag'rimda nishor ayladim bir kun, falak bag'rin qizil qon aylamakni mandan o'rgandi. Men bir kuni sahroga bordimda, cho'lga bordimda, qon bag'rimda izhor qildim. Ya'ni muhabbatimni, dardimni, qanaqa iztiroblar chekayotganimni aytib berdim. Va osmon bag'rini qizil qon qilishni mendan o'rgandi. Osmonning bag'ri qizil qon bo'lishi, bilasizki, quyosh chiqayotgan paytda, quyosh botayotgan paytda ana shu ufqning qizarishi, qizillikni bag'ri qonlikka o'xshatyapti. Qonga ana shu qon qilishni ham unga men o'rgatganman deb aytyapti. Shafaqxun bo'lg'usi dilyor mehrigar nahon o'lsa, ki ham gulguni domon aylamakni mandan o'rgandi. Ya'ni shafaq, bilasizki, ana shu qizillik, quyosh chiqayotganda, botayotgandagi qizillik shafaq deyiladi. Shafaq xun bo'ladi, qon bo'ladi. Qachonki mehr yashirinsa, ya'ni quyosh nihon bo'lmoq, yashirinmoq degan. Mehr quyosh degan. Ya'ni quyosh berkinib qolgan paytda shafaq qon bo'ladi. Ya'ni go'yoki shafaqning sevgani quyosh edi-ku, quyosh o'zini bekitib olgandan keyin u xafa bo'lib, siqilib, bag'ri qon bo'ldi. Yana bitta tarafi quyosh botgandan keyin, botayotganda nihon bo'ladi, yashirinayotgan paytda o'zi osmon qizaradi. Ki ham gulguni domon bo'lish, domon bu etak degani, gulguni domon qizil etak bo'lish. Ya'ni go'yoki osmon bo'lsa, osmonning etagi qizil bo'lib qoldi. Ya'ni ana shu shafaq bo'lyapti. Va ana shu etagini qizil qilishni, gulguni domon qilishni ham mendan o'rgangan deyapti. Ko'rib abro hiloling, jon fido qildim jamolingga, uloy husniga qurbon aylamakni mendan o'rgandi. Abro degani qosh degani, hilol yangi chiqqan oy, ya'ni ingichka. Abro hilol degani ingichka qosh demoqchi bo'lyapti. Seni ingichka qoshingni ko'rib, men seni husni jamolingga jonimni fido qildim, jonimni bag'ishladim. Va oyning husniga qurbon bo'lishni ham mendan o'rgangan. Fag'on kim g'am tarog'i, xasta ko'nglim resh etdi, sanam zulfin parishon aylamakni mendan o'rgandi. Fag'on kim degani ki deyapti, ya'ni nola chekyaptiki, g'am tarog'i, ya'ni go'yoki tasavvur qiling, taroqda uni g'amga o'xshatyapti. Taroq birin-ketin, agarda taroq bilan tarasangiz sochni, sochini yoyadi, sochini yoyasizmi? Parishon bo'lish, yoyish degan. Zulf soch. Zulfni parishon qilish, sochini yoyish. Go'yoki sochini yoyib tarash. Lekin u ko'nglini tarayapti. Ya'ni taroq bilan agar siz biron bir narsani ustidan qirsiz, u yara bo'ladi. Ya'ni g'am tarog'i meni shundoq ham ishqdan xasta bo'lgan, ishqdan kasal bo'lgan ko'nglimni yara qilyapti, tarab qiryapti. Va sanam zulfini parishon qilishni, sochini yoyishni mendan o'rgangan. Odatda soch yoyishning ham yana bitta ma'nosi borki, bilasizki, O'rta Osiyoda o'tmishda ayollar soch yoymagan. Qachonki bitta katta musibat bo'lsa, azada biron bir narsa yig'laganda sochini yoyib yig'lashgan. Ya'ni ehtimol bu yerda ana shu azaga, motamga, qayg'uning ifodasiga ishora bordir. Sani izlarman andoh kim quyosh didorini izlarda, kezib tun kun shtobon aylamakni mendan o'rgandi.
Men seni shunday qidiramanki, quyosh diydor izlayotgan paytda tun kun tez shoshilib yurishni mendan o'rgangan. Qanoat qildi Vaysi, topdi dildan guhari nasmin, sadaf ham durri g'alton aylamakni mendan o'rgandi. Ya'ni Vaysi qanoat qildi, ya'ni sabr qanoat qildi va u dilidan she'riyat gavharini topdi. Ya'ni gavhar qizil rangli tosh, o'zi qimmatbaho tosh bu. Ya'ni she'riyatni gavharga o'xshatyapti. Vaysi qalbida she'riyatning gavharini, qimmatbaho toshini topib shukr qildi. Chunki Vaysi ming dard chekmasin, uni she'r qilib ayta oladi. She'r u uchun bir qimmatbaho narsaki, ana shu musibatlarni, dildagi dardlarni izhor qilishga yordam beradigan vositasi bor uni. Va sadaf durri g'alton qilishni mendan o'rgandi. Sadaf mana shu idishi, dur ichidagi dur bo'lsa, durning mana shu qopqog'i idishi, ya'ni sadaf ichida dur paydo qilishni mendan o'rgandi. Chunki agar sizni yopiq sadafni qalbga o'xshatsak, Uvaysining qalbida dur bor, gavharlari bor. Uning she'riyati bor, uning dardlarini yoza oladigan nazmi bor. Va men mana shu qalbimda she'rlarni paydo qilganim kabi sadaf ham ichida dur paydo qilishni mendan o'rgangan deb aytyapti. Va mening nazarimda g'azalni shunday tushungan ma'qul. Agarda sizda g'azalni boshqacharoq talqini, tahlili bor bo'lsa, fikrlaringizni quyida yozib qoldiring. Hozircha xayr.